Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. İmam Maverdi rahmetullahi aleyhinin Edebuddin namlı kitabındaki dersimizdeki bugünkü devamında İmam Maverdi rahmetullahi aleyh mundaqdaydı. Aqlning mahiyeti, haqiqati nima o degan temada to'xtalmoq. Hamda insonlar bu aqlning sufati, aqlning mohiyati haqida o'xshamaydigan ko'z qarashlarda bo'lib keldida. Bir turlik odamlar deydi, aql degan şekilsiz mahiyet deb bundaq ağır. Aql orqali turli ma'lumotlarningki, ma'rifat ma'lumotlarning mohiyatini, shuningki haq nohaqligini, to'g'ri xatoligini isbotlaydi deb bunda ta'riflagan aqlni. Hamda mushu qarashni yoqlagan kishilar aqlning hamda o'rnida ixtilof qilishgan. Zot aqlning o'rni nada? Aql nada deb. Bulardan bir qismi aqlning o'rni mingida. Çünkü meni degan mushu his tuyg'u sizimning joyi deb qaragan. Uningdan boshqa bir qism kishilar bo'lsa, aqlning o'rni qalb deganda. Chunki qalb hayotlikning manbasi, bütün his tuyg'u, sezgi a'zolarininki jon tomiri deb qaragan. Hamda mushu aqlning bir ko'rinmas, shaklsiz bir javhar, bir mohiyat deb qaragan söz ikki nuqtadan ilib etgan vaqtida bu taz aqmagan gap deydi İmam Maverdi rahmetullohi alayh. Birinchi nuqta, endi javhar bir-biriga o'xshab ketgan narsa. Shunlashqa uning javharning bir qismi lozim qilgan narsani bu so'z endi ikki nuqtadan ilib etgan vaqtida, ilmilik yo'q so'z deydi. Aqlni nati ko'rinmas javhar yoki shaklsiz javhar deb atashni aqlni İmam Maverdi bu yerda tanqid qilyapti. Birinchi buningki sababi javharlar bir-biriga o'xshash. Boshqasi uni vojib qilolmaydigan narsa, uning bir qismi vojib qilolmaydi. Vojib qilishi to'g'ri bo'lmaydi javharning. Agar ma'lum bir qismi vojib qila olganni boshqasi vojib qila olgan bo'lsa, aql deydi. Aqlning bo'lishiga bakmaylam o'zi bevosita ayrim bo'lib olgan bo'ladi deydi. Ya'ni inson bir aql odam desak, shu aql odamning kollasidagi yoki shu odamningki mohiyatida, vujudida bor bo'lgan aql tufaylidan bu odamni aql deymiz. Ya'ni aqli tüpeyildim bu adamın akıl deyimizde. Bu yerde birbiriga biqinma holat shakllanyapti. Maverdininki ma degan gapi bo'yicha elbetqa vaqtida agar bu javharlar bir-biriga o'xshash narsalar, bu yerda buni javhar latif deb atashni bu yerda İmam Maverdi tanqidlagan bu falsafiy atalg'u onu keltirish orqali. Hamda ikkinchi nuqtadan elbetqa vaqtida aqlni javhar latif deb atashni xato deb qilgan. Xato deb yoqlagan İmam Maverdi. Chunki javhar o'zlikidan ayrim qoyim bo'la oladigan narsa bo'lsa, navoda. Agar aqlni biz javhar deb olsak, undaqda aqlsiz aql bo'lgan bo'ladi. Ya'ni odamsiz aql ayrim bir vujud, ayrim bir maxluq bo'lgan bo'ladi. Biqinmi bo'lmagan ahvolda. Shundaqla xuddi aqlsiz jism bo'lgan o'xshash. Undaqda mushu ikki nuqtadan ilib etgan vaqtida aqlni javhar deb atash bu xato deydi. Bu javhar degan kalima hamda buniki qimmatlik, nafis degandek ma'nolar va lug'at ma'nosi. Lekin bu yerdagi javhar o'sha falsafadagi falsafiy atalg'u. Bu nuqtada o'sha falsafani yaxshi tushunadigan qarindoshlarniki bu jihatda bakrak izlanishini loyiq topamiz. İmam Maverdi yana deydi, boshqa bir qism kishilar aqllar deydi. Aql ma'lum bir narsaninki asli mohiyatini o'z peti bilgichidir degan. Ma gap yuqorqi gapga ozroq yaqin bo'lsa-mu, oldingi gap qilgan vaqtida sal bizningki kallamizga ta'rif sal yaqin bo'lsa-mu tushuntirishga. Lekin bir nuqtadan ilib etgan vaqtida bu so'zmi toza to'g'riliqdan yiroq. U bo'lsa-mu bu idrok, bu sizim degan bir jonliq maxluqotlarningki sifati. Lekin aql degan biqinma hodisa. Bu biqinma hodisaning u
insandan bunun yüz berishi bu mumkin emas. Chunki bu aql deganda lazzat his tuyg'usi yoki adam his tuyg'usi yoki ishtihat tuyg'usi bo'lishi notayin buning. Shuningdek buni mav qarashnimi biz bu yerda to'g'ri topmaymiz deydi. Ammo uningdan boshqa bir qism mutakallim degan shu aqliyatchilarni maqsad qilgan. Uningdan boshqa yana bir qism aqliyatchilar mundaq deydi. Aql demak zarur bo'lgan bilimlarning yoki zarur bo'lgan ma'lumotlarning yig'indisi. Lekin bu tonishtirishmi toza g'ayri mahsur yig'inchoq qilinmaganda. Chunki buningda ma'lum bir mujmallik bor va uningdan boshqa ehtimollikmi bu yerga kirib qolgan. Bu had deydi, bir narsani tonishtirgan vaqtimizda u tonishtirilgan narsalarning bayonini biz had deymiz. Buningdan mayli mujmallikni, mayli boshqa ehtimollikni o'ziga yaqin yo'latmaslik kerak. Ta'rif atalg'uniki ta'rifi mujmal olması gerek, başka ihtimallıklar onun kirip qolsa bo'lmaydi yoki qo'shimcha turli ehtimolliklarga yaqin olması gerek. Yani bir qism undan boshqa bir qism ulamolar deydi mutakallimlar. Mana bu eng to'g'risi. İmam Mavardi rahmetullohi alayhi bu yerda faylasuflarniki, ahli kalamchilarning bir nechisiniki so'zni bayon qilish orqali o'zi to'g'ri deb qaragan qarashni bu yerda yaqlayotdi. Bu mana eng to'g'risi. Aql demek zarur bo'lgan sezgurlar bilan bilmek deyishdir. Bu undaqda bu ikki turlik bo'ldi. Birisi sezgi a'zolarniki sezim orqali bilingini, yana birisi insonning mushu nafsidagi bor bo'lgan tuyg'u. Mana shuni bilish deb olganda. Endi sezgi a'zolarning bilishidan kelib chiqqan bilinma masalan qarash orqali bilinadigan ko'rilma narsalar bor. Uningdan boshqa anglash orqali bilinadigan ovozlar bor. Tetish orqali bilinadigan ta'mlar bor. Purash orqali bilinadigan turli puroqlar bor. Tutish orqali bilinadigan turli jismlar bor. Agar navoda inson o'zining turli mushu sezgi a'zolari bilan mushu narsalarni his qilib sezsa, bu yerda bilgan bo'ladi. Demak, mushu turdagi narsalarga qarta bu insonda bilinma hissiyot bu yerda muqimlashgan bo'ladi. Insonning ikki ko'zni yumib olgan holatdagi bilmasligi bu narsalarni. O insonning komil aql ekanligini yo'qotmaydi yoki komil aql ekanligini yo'q qilib etmaydi. Chunki mushu narsalarni sezgan zamatlam, mushu insonning holatidan sezgan zamatlam buning bildiganligi ko'rinib turadi. Demak, Imom Mavardiyning nazarida elbetqa vaqtida shu insondagi turli a'zolari orqali bilingan bilinma holatning o'zini aql deb qaraydigan odam. Ammo mushu nafsdagi boshlanma aql deb olsak to'g'ri bo'larmiki deyman. Nafsdagi boshlanma his tuyg'uda masalan bir narsaniki yoki bor ya yo'qlikdan xoli bo'lolmaydigan narsalarni bilish. Xuddi masalan bir mavjud narsa yoki hodisaviylikdan va yoki qadimiylikdan xoli bo'lolmaydi. Bu yerda ikki qarama-qarshi narsaniki bir yo'q kelishi mumkin emas. Tang bir vaqtda borliq va yo'qlik tang paydo bo'lmaydi. Ya cho'qim borliq paydo bo'ladi yoki yo'qlik paydo bo'ladi. Ikkisining birisi. Bu tanglik bir-biriga qarama-qarshi narsalarning tanglab birlam holatda mavjud bo'lib turishi bu mumkin emas. Bir ikkidan oz bo'ladi albatta. Mushunga o'xshash bo'lgan odamniki nafsida qurilma holatda, tug'ma holatda bo'lib ketgan ilmlar bor. Bu aqldan hargiz yiroq emas bu turdagi ilmlar. Buning ahvoli salomatligi, butun jismi salomatligi yaxshi bo'lsa, aqli komil bo'lsa, birning ikkidan oz ekanligini buni albatta qanday inson bilalaydi. Hamda mushu turdagi zarur his tuyg'ular orqali, bilinmalar orqali bu odam bilalsa, buni komil aql deb ataymiz. Birinchisi 5 xil a'zo bilan bilish, yana biri mush insonniki o'zlik xususiyatidagi ishki bilish. Mush ishki bilish bilan
bilingan ahvolni aql yoki shu holatdagi insonni aql deb ataymiz demak. Endi aqlni nima aql deb atalgan degan vaqtida bu tug'iniki chulvuriga, tanisiga, arqiniga o'xshatilgan. Chunki aql insonni yomon xohishlarga yoki shahvoniy tuyg'ularga so'rab akirishni to'sib qola oladi. Xuddi bu tug'ining nuqtasi orqini tug'ini qichib ketmoqchi bo'lgan vaqtida yiroqqa ketishning oldini olish uchun bu tug'ini to'sib qola olganga o'xshash. Shuning uchun Amir ibn Abdul Qays degan kishi shundoq degan: "Nashayan ishlardan, to'g'ri bo'lmagan ishlardan seni aqling to'sadigan bo'lsa, sening aqling shudur yoki sen aqlsan" degan. Sunnatdimi, hadisdimi mush aql to'g'riliq mushu so'zni qo'llaydigan, yoqlaydigan buni mazmunlar bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bayon qilinishicha, Janob Rasululloh shundoq deganda, aql demak qalbdagi nurdir. Haq va botilning orasini ayiradigan bir qalbdagi nurdir degan. Endi aqlni javhar emas deb qarg'uvchilarning hammasi asosan aqlning o'rni yurakda, qalbda deb qaragan. Chunki qalb bütün barliq ilmlarningki manbasi, vujudi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ular zaminlarda mangmamdi, o'ylaydigan ularningki qalblari bo'g'ay deydi. Demak bu oyat bu yerda ikki nuqtani yo'ritib bergan. Biri aql demak ilm, ya'ni bilish degan. İkincisi aqlning o'rnini qalb deb qaragan. Bildirgan. Yani Allah subhanahu va taolaning yaqiluna biha, yani o'ylaydigan degandiki ikki xil izohat var bu jihatda. Biri shu qalb orqali biladi degan. Buningdan ibrat oladi deb mundaq bu tafsir qilingan. Demak, mushu tug'ma aqldagi barliq so'zlar mana mushunchalik. Bugungi darsimiz mushayiq bo'lg'ay. Buningda bir qism falsafiy atalg'ular bo'lg'achqa biroz aqliy tutuq yashmalar bo'lishi mumkin. Sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.